Şuşa vaqti 21-iyun tushdan keyin Amerika poytaxti Washington alayda rayoni va atrofidagi shaharlardan kelgan Uyg'urlar Oqsaroyning oldiga yig'ilib, Prezident Trumpning Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuniga imzo qo'yganligiga yana bir qatim rahmat aytdi. 2020 Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni Avom va Kengash palatalarida mutlaq yuqori ovoz bilan ma'qullangandan keyin Prezident Trumpning huzuriga keltirilgan. U 17-iyun mazkur qonunga imzo qo'yib, uning rasmiy qonunga aylanganligini jakarlagan. Bu qonunda Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qartilgan ziyonkashlik va lager siyosatlarida qo'li bor Xitoy amaldorlarini qaratmaliq jazolash qatorliq mazmunlar yer olgan. Bu qonun imzolangandan keyin Xitoy doiralari o'z axborotlarini ishga solib, Amerikaga qarshi tashviqotlarni bir necha kun davomlashtirgan. Prezident Trump Uyg'ur kishilik huquq qonuniga imzo qo'ygan kuni tushdan keyin Washington atrofidagi bir qism Uyg'urlar yomg'ir va koronavirus tahdidiga qaramay Oqsaroyning oldiga kelib tantana qilgan. Ular yong'ratqu orqali "Prezidentga rahmat, Amerika xalqiga tashakkur" deganda shiorlarni tovlagan edi. Bu qitimliq tantana faoliyatigami Amerika poytaxtiga yaqin joylardan kelgan Uyg'urlar o'zligidan tashkillanib ishtirok qildi va Amerikaga bo'lgan minnatdorligini ifodalashdi. Faoliyat Amerika prezidenti Donald Trumpning turalg'usi Oqsaroy oldidagi cho'plikda o'tkazildi. Faoliyatda tanlangan shiorlar orasida Amerikaga, prezidentga va Amerika davlat majlisiga tashakkur aytish sadolari ko'p salmoqni egalladi. Faoliyatda yana Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish va zulm siyosatlari ayblandi. Bu siyosatlarning boshlovchisi Xitoy raisi Xi Jinpingga la'nat o'qildi. Okay. Hello guys, today we are here to say thank you to American government for passing the Uyghur Act law. We're so happy to hear that and we're thankful for Donald Trump and American government. We're here to show our respect in front of Canada American Council. Thank you. Thank you. G'alaba bizga bo'lsin. Az qoldi. Xitoy hukumatining 2017-yildan buyon 1,5 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlarni yig'ilish lagerlariga tashlaganligi oshkorlangandan keyin Amerikada Xitoyni jazolash fikrlari ulg'aygan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Amerikada bu navbat ma'qullangan 2020 Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatiga qarshi e'longan eng amaliy bir qadam hisoblanadi ekan.